Ay, biladi, isib ketdimi? Layk uchun rahmat, Alik. Zerikdingizmi deyman? Zerikib o'tiruvdim. Oyni berayturdim. Lekin shuniyam anaqa qilishadi. Nima deydi? Ko'rolmaydi deb просто fanat deymanda. Mana afsuslar qilib o'tirishadi. Moskvadamisiz? Yo'q. Rossiyadaman, lekin Moskvada emasman. Necha mingga beradi? Rossiyani amxonasida ishlaydi. Ha, Ahmedov shunaqa amxonada ishlayman. Qarangki, bugun klient yo'qligidan bugun Begalovga kirdim. Shu Begalovda klient topamanmikin deb kirdim, Ahmedov. Farosat o'lik tug'ilgan Dalboy. Ahmedov onangga borib so'rachi, nima qilar ekan? Qaysi xotkada siktirar ekan? Nima gap qilsan, yaxshiman? Isib ketdim. To'xtanglar, men oynani ochib. O'ynayotganimda men aytdim-da, menga negativ kerak emas. Men просто shunaqa nima deydi, hobbi deydimi? Sizlar hobbilar, masalan, mashina olish, mashinadan masalan kam qilib 200 tezlikda yurish bo'ladi-yu. Menda unaqa yo'q. Menda hobbi просто o'ynash.